Rolls-Royce'ni ruchkasini yechish ish jarayoni hozir ko'rsataman sizlarga. Juda oson. Manetda temiri bo'ladi. Mana mana bunaqa. Hozir ko'rsataman. Unda shu yerda turadigan temiri bor. 25 torx bilan shuni chiqarib olamiz. Buni yechganimizdan keyin bu yoqqa joylashtiramiz. Ruchka. Ko'rib turganingizdek ruchkasi Rolls-Royce. Rezingani ozgina ochadigan bo'lsak, bu yerda eshigi bor. Xuddi BMW'lardagidaqa ochamizda, ya'ni ochishga buraymiz. Ochishga buraganimizdan keyin ruchka bu yoqdan sekin chiqqatib chiqib kelaveradi. Va shtekeri bor. Shtekeri shuni tortamiz. Bo'ldi, chiqdi. Rolls-Royce'da ruchkasi shunday yechiladi. Hammaga rahmat.